Real Madrid muxlislari uchun noxush xabar. Rasman Kylian Mbappe Atletico Madridga qarshi o'yinda ishtirok etmaydi. Chunki uning jarohati Atletico Madrid o'yinigacha tiklanmaydi. Agarda finalga chiqadigan bo'lsa, finalda o'ynash ehtimoli bor. U ham 50 ga 50. Atletico Madridga qarshi deyarli 90% Kylian Mbappe tayyor bo'lmaydi, chunki jarohatda. Shu o'rinda bitta yangilikda aytib o'taman. Real Madrid ashaddiy muxlislari juda yaxshi biladi. Pintus, короче, o'sha Real Madridning jismoniy tayyorgarlikka ixtisoslashgan murabbiyi Pintusni juda ko'pchilik taniydi. Bu inson yana Real Madrid akademiyasiga, Real Madridning bazasiga kelib qo'shiladi. Bunga Florentino Peresning o'zi bosh-qosh bo'lmoqda. O'tgan mavsum uni ishdan olgan edi, chunki juda ko'plab jarohatlar bo'lgan edi. Jarohatlarda u odamni ayblagan edi, mana bu kalda. Lekin ko'rinib turibdiki, mavsum o'rtasiga keldik, jarohatlar baribir bo'layapti. Ayib bunda emas ekan, lekin jismoniy forma juda ham tushib ketgan, futbolchilarda juda ham nima desam, holsizlik baribir kuzatilmoqda, jismoniy holat juda yomon. O'shaning uchun bu insonni yana qaytarmoqda. Shunaqa, Real Madrid.